Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashi deputatlari hududlarda bo'lib, ijtimoiy soha obyektlari hamda tadbirkorlik faoliyati bilan yaqindan tanishdi. O'rganishlar davomida ta'lim va tibbiyot muassasalaridagi sharoitlar ko'zdan kechirilib, aholi bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashi deputatlari hududdagi ijtimoiy soha obyektlari va amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishish maqsadida qator manzillarda bo'lishdi. Dastlab deputatlar Yangiyer shahridagi Yetinson umumta'lim maktabiga tashrif buyurib, bu yerda tashkil etilgan zamonaviy kutubxona faoliyatini ko'zdan kechirishdi. Kitob fondining boyitilgani, elektron axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatlari hamda o'quvchilar uchun yaratilgan qulay sharoitlar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekani alohida ta'kidlandi. Tashrif davomida Sayxunobod tajribasi asosida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham o'rganildi. Xususan, deputatlik so'rovi orqali tadbirkorga imtiyozli kredit ajratilishiga amaliy ko'mak ko'rsatilib, zamonaviy issiqxona tashkil etilishiga erishilgani qayd etildi. Mazkur loyiha yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlash va hudud iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Shuningdek, deputatlar Yangiyer shahar tibbiyot birlashmasida bo'lib, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati, dori-darmonlar bilan ta'minlash tartibi hamda yangi binoda yaratilgan zamonaviy sharoit va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Mas'ullarga fuqarolar uchun tibbiy xizmatlarning ochiqligi va sifatini yanada oshirish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. Navbatdagi manzil Yangiyer shahridagi To'rtinson umumta'lim maktabi bo'ldi. Bu yerda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik doirasida olib borilayotgan ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari ko'zdan kechirildi. Qurilish ta'mirlash jarayonlarini belgilangan muddatlarda sifatli yakunlash yuzasidan mas'ullarga zarur topshiriq va tavsiyalar bildirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 16-dekabrdagi Sirdaryo viloyatini jadal rivojlantirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 377-sonli qarori asosida amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganish maqsadida tashrif buyurdik. Ushbu maktabda qurilish ishlarini amalga oshirish uchun Sirdaryo viloyati kengashi tomonidan jami 11 milliard 400 ming so'm miqdoridagi pul ajratilgan. Ushbu mablag'ga 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari uchun zamonaviy talablarga javob bera oladigan maktabni rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda ushbu maktabda ishlarning sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishi va belgilangan muddatda topshirilishi bo'yicha deputat nazorati o'rnatilmoqda. Tashrif yakunida Yangiyer shahar ixtisoslashtirilgan maktabida deputatlar ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Unda hududda amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, aholidan kelib tushgan murojaatlar atroflicha muhokama etildi. Mavjud muammolarni hal etish, ijtimoiy infratuzilmani yanada rivojlantirish hamda fuqarolarni qiynayotgan masalalarga tezkor yechim topish bo'yicha qator amaliy takliflar ilgari surildi. Oktyabr oyigacha ishsiz edim. Yangiyer shahar kengashi deputatlariga murojaat qilgan edim. Meni masalamni o'rganib, ko'rib chiqishdi. Hozirgi kunda ixloslikda maktabda ishlayman, faoliyat etaman. Mazkur tashriflar deputatlik nazoratini kuchaytirish, davlat dasturlari ijrosini joylarda o'rganish hamda aholi manfaatlariga daxldor masalalarni tizimli hal etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.